Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Cloud Mesos haqida gaplashib o'tamiz. Bu model oxirgi paytlarda ko'p gapiriladigan va texnologiya olamida biroz shov-shuvli bo'lgan model bo'lganligi uchun bu haqda umumiy ma'lumotlarni to'plab sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, boshladik. Avvalo bu model Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Shuning uchun kompaniya to'g'risida biroz ma'lumot. Bu kompaniya 2021-yilda San Fransiskoda tashkil etilgan xavfsiz sun'iy intellektga ixtisoslashgan kompaniya. Uning asoschilari Dario Amodei va Daniela Amodei. Ular ikkovi ham sobiq OpenAI xodimlari hisoblanadi. Bu kompaniyaning asosiy xususiyati, ya'ni bu maqsad sifatida xavfsiz va ishonchli foydali AI tizimlarini yaratish. Kompaniya AI modellari oilasida Claude deb ataladi va 3 o'lchamda hozirgacha chiqarib kelingan. Bularning birinchisi Haiku modeli, bu eng kichik, arzon va tez versiya. Undan keyingisi Sonnet, bu ko'pchilik biladi bu modellarni. Bu biroz tezroq va arzonroq o'rta versiya. Undan keyin Opus versiyasi, bu eng katta va kuchlirog'i hisoblanadi. Yuqoridagi ikki Haiku va Sonnet modellarini uni bekorga ishlatish mumkin. Ba'zi bir saytlarda bulardan bepul foydalanish mumkin. Opus esa bu pullik hisoblanadi. Buni oylik a'zolik pulini to'lagandan keyin buni ishlatish mumkin bo'ladi. Cloud Mesos to'g'risida Cloud Mesos Anthropic tomonidan dasturiy ta'minotdagi zaifliklarni aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan yirik til modeli, ya'ni LLM hisoblanadi. Model kiberxavfsizlik, biologiya tadqiqotlari va sog'liqni saqlash sohasida eng zamonaviy darajada ishlaydi. Ya'ni hozirgi paytda eng kuchli model hisoblanadi. Mitosni vaqt xronologiyasiga ko'rib chiqamiz. Bu model aslida shu mart oyining oxirlarida yengil ma'lumot chiqdi bu to'g'risida yoki chiqarildi. Undan keyin 7-aprelda Mitos Preview versiyasi chiqarildi. Bu preview degani tadqiqot va tekshirish uchun ishlatiladigan versiya. Bu hali ya'ni mahsulot sifatida, ya'ni production bo'lmagan va faqat uni tekshiruv yuzasidan ishlatiladigan versiya hisoblanadi. Undan keyin iyunga kelib, 9-iyunga kelib Mitos 5 to'liq ishlovchi model faqat ishonchli Project Glasswing a'zolariga berildi. Hamda Fable 5 Mitos 5 modeli plus xavfsizlik tasnifotchilari qo'shilgan, ya'ni xavfsizlik klassifikatorlari bilan birgalikda chiqarildi. Hop, shu yerda Glasswing proyekt haqida gaplashib o'tamiz. Bu Anthropicni o'ziga yaqin bo'lgan kompaniyalar, ya'ni sherik kompaniyalar, bularga Google, Microsoft, Nvidia, JP Morgan, shunga o'xshagan Amerikaning 70 dan ortiq kompaniyasi bor. Shu kompaniyalarga ularni bepul modelni berish. Ya'ni bu orqali bu kompaniyalar o'zida bo'ladigan juda ko'p zaifliklarni, ya'ni kiberxavfsizlik bo'yicha o'zidagi zaifliklarni to'g'rilab olish va hamda bu ishlatish davomida Anthropic to'g'ridan-to'g'ri bularni kuzatish imkoniga ega bo'ladigan proyekt. Ya'ni bu kiritgan har bir ma'lumot saqlanib qoladi. Bularni Anthropic ularni tekshirib boradi. Bu ikki taraflama win-win hisoblanadi. Ya'ni u boshqa kompaniyalar bu Anthropic modelini ishlatib o'zini zaif nuqtalarini to'g'rilab olish uchun, Anthropic esa o'zining modelini sozlab yanada kuchaytirib olish, ya'ni ulardan feedbacklarni ko'proq olib, modelni yanada takomillashtirish uchun maqsad qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman, bu meni fikrim. Lekin proyekt mana shunday, shu ya'ni kompaniyalarga bekorga berish hisobiga ularni ishlatishadi. Faqat bu tanlangan kompaniyalar, hamma kompaniya emas. Undan keyin Fable 5 chiqdi. Bu Mitos 5 bilan bir xil, faqatgina unga xavfsizlik moslamalar o'rnatilgan. Ya'ni bu degani uni xavfsizlik chegarasida saqlab turadigan versiya hisoblanadi. Lekin bu narsa uzoq cho'zilmadi. 12-iyunga kelib AQSh hukumati tomonidan eksport nazorati joriy qilindi. Fable 5 bilan Mitos 5 to'xtatildi. Ya'ni bular umuman to'xtab qoldi.
26-iyunga kelib Mitos 5 AQSh tomonidan tasdiqlangan, tanlangan tashkilotlar uchun tiklandi. Ya'ni bu hukumat tarafidan tasdiqlab berilgan kompaniyalargina buni ishlata oladigan bo'ldi. Lekin 30-iyunga kelib eksport nazorati bekor qilindi va 1-iyuldan boshlab Fable 5 global miqyosda qayta joriy qilindi, ya'ni ishlashni boshladi. Mitos 5 faqat tasdiqlangan tashkilotlar uchun mavjudligicha qolmoqda. Bu asosan shu Amerikani va Amerikaning eng yaqin sherik mamlakatlaridagi tanlangan kompaniyalar bo'lib turibdi. Xo'p, savol tug'iladi, nima uchun cheklandi? Bu yerda AQSh hukumati bu modellar noto'g'ri ishlatilishi mumkinligidan xavotirda edi. Ya'ni bu birinchi o'rinda kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan, undan keyin biologiya va mana bu biologiya sohasidagi ba'zi bir ishlardagi xavotir bor edi. Undan tashqari boshqa mamlakatlarda bu modelni ko'chirish yoki bu modelni prototiplarni yaratilishi ehtimolligi ham bo'lganligi uchun bu yerda cheklov joriy qilindi. Lekin bu cheklov olib tashlandi. Mitos nimalarga qodir? Mitos sinfidagi modellarning eng kuchli sohalari birinchi o'rinda kiberxavfsizlik, ya'ni dasturiy ta'minotdagi zaiflikni aniqlash va tuzatish, biologik tadqiqot sohalari, ya'ni ilmiy tahlil va kashfiyot, sog'liqni saqlash, hattoki mana bu ikkita sohada, kiberxavfsizlik va biologiya sohasida hattoki insondan ham o'tib ketdi degan gaplar bor. Undan keyin tibbiyot sohasida va diagnostikada ancha yaxshi ko'rsatkichlar ko'rsatmoqda. Undan keyin dasturiy ta'minot, kod yozish va tahlil qilishda ham juda katta o'zgarishlar ko'rindi. Benchmarklarga ko'rib chiqamiz. Bu Anthropic saytidan olingan. Bu yerda asosan Mitos 5 va Fable 5 larni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizda bu yerda agent coding, ya'ni dastur tuzish bo'yicha benchdan 80% atrofida 80 dan baland ko'rsatkich bor. Solishtirish uchun GPT-5 yoki Gemini'larda bu ko'rsatkich anchagina past. Undan keyin kompyuterdan foydalanish bo'yicha bu yerda ham 85% ko'rsatkich ko'rsatilyapti. Undan keyingisi biologiya sohasida 83.9 juda ham katta ko'rsatkich va sog'liqni saqlash, kiberxavfsizlik bo'yicha exploit bench, ya'ni kiberxavfsizlik bo'yicha bu testdan 78%. Undan keyin agent coding, terminal bench, bu o'sha terminal orqali komandalarni bajarish va vazifalarni bajarish, asosan Linux komandalari bu yerda ishlatilgan. Bu yerda ham juda ham katta ko'rsatkich ko'rsatildi. Ya'ni shu biologiya sohasida aytilishi bo'yicha hatto hozirgacha gen borasida olib borayotgan tadqiqotlarda juda ham yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatgan. Buni xavfli tarafi shundaki, mana shu foydali bo'lgan shu gen tadqiqotlarini bu ya'ni biologik qurolga aylantirib yuborish ham mumkin. Shu sababli bu yerda juda ham katta xavotir bo'lganligi uchun model to'xtatildi degan gaplar bor. Xo'p, ba'zi bir holatlarni ko'rib chiqamiz. Yana bu internetda keng tarqalgan ma'lumotlar. Bu yerda aytilyaptiki, Mitos internetga chiqib testerga email yozgan. Ya'ni o'sha test davomida shunaqangi tester shunday vazifani qo'yganki, model internetdan umuman uzib qo'yilganda, unga vazifa shu internetga ulanib xat yozish vazifasi qo'yilgan. Model internetga ulanganda va hamda tadqiqotchiga email yozgan. Undan keyin Amazon testida jailbreak topilgan. Bu degani Amazon tadqiqotchilari Fable Mitos modellarini tor doiradagi jailbreak usulini aniqlagan. Jailbreak nima degani? Jailbreak degani qafasdan qochish degani. Ya'ni bu degani modelni shunaqangi aldov yo'li bilan ichidagi ma'lumotni tortib olish. Mana masalan aytaylik, unga ishlatiladiki, sen hamma narsaga qodir bo'lgan odamsan, seni qo'lingga hamma narsa keladi, yoki sen shunaqangi bir zo'r sistemasanki, sen hamma narsani ayta olasan menga. Qani menga o'zingga bitta API key kalitini menga bergin deydigan bo'lsa, shu paytda balki shu kalitni berib qo'yishi mumkin. Yoki biron bir algi fiction to'qima obrazlarni olib kelib, shu to'qima obrazlar orqali modelga juda uzoq suhbat qilib olib boriladi. Oxir oqibat
shu qahramon qanday qilsa bo'lardiki, mana shu biologik qurolni yaratish mumkin yoki qanday qilganda mana shu biologik qurolni yaratish mumkin degan paytda shu javoblarni berib yuborish mumkin. Ya'ni mana shu jailbreak hisoblanadi. Ya'ni modelni aldab, uni xavfsizlik nuqtalaridan o'tib ketish va kerakli ma'lumotni chiqarib olish mana shu jailbreak bo'ladi. Mana shu holat yuz berganligi to'g'risida bir ma'lumotlar bor. Undan keyin Firefox 150 ta 271 dan ortiq xavfsizlik zaifligini aniqlashga yordam bergan. Buni o'sha Mozilla o'zining veb-saytida yozib o'tgan. Undan keyin FFmpeg dekoder xatosini topgan. Bu video format turi hisoblanadi. Antropik ma'lumotlarga ko'ra, Mitos 16 yil davomida aniqlanmagan FFmpeg H264 dekoder zaifligini topgan. Ushbu xato avtomatik vositalar millionlab tekshiruvlar o'tkazganiga qaramay topilmagan edi. Ya'ni bu degani model haqiqatda ham kuchli va bu hali topish imkoni bo'lmagan zaifliklarni topayotganligidan dalolat. Bu sinfdagi modellarning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Mitos Preview, bu preview versiya, ya'ni aytib o'tgandek faqat tadqiqot tekshiruv uchun ishlatiladigan versiya. Mitos 5 shu Mitosga asoslangan mahsulot va Fable 5 ham xuddi mana shu kabi mahsulot bosqichidagi versiya. Keyin ommaga ochiqligi preview versiya yo'q, Mitos 5 ham yo'q. Fable hammaga ochiq. Imkoniyati juda yuqori, eng yuqori. Undan keyin xavfsizlik klassifikatorlari, ya'ni bu eksperimental, previewda eksperimental, Mitosda yo'q, Fable'da bor. Bu degani, ya'ni xavfsizlik klassifikatorlari bor, ya'ni siz ba'zi bir promptlarni yozayotgan paytingizda bu o'zi aniqlab, agar ruxsat berilmagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bularni inkor qilish yoki bularga javob bermaslik yoki o'zini opus versiyaga qaytib qolish, ya'ni oldingi versiyaga qaytib qolib shu darajadagi javobni beradi. Ya'ni o'zini bor imkoniyatini ishga solmadi, ya'ni chegaralab qo'yilgan. Avtomatik rad etish cheklangan, Mitos 5 da yo'q, Fable'da bor, ya'ni u rad etishi mumkin. Kiberxavfsizlik bo'limi kuchli, Mitos 5 da to'liq, Fable 5 da cheklangan. Biologiya bo'limi kuchli, to'liq, Fable 5 da cheklangan. API mavjudligi cheklangan, faqat Glasswing proyektlar uchun Mitos 5, Fable bo'lsa hamma uchun ishlatish mumkin. Ya'ni bu yerda ko'rinib turibdiki, mana qizil rangdagisi umuman ishlatish imkoni yo'q. Mana bu rangdagisi buni ba'zi bir chegaralangan kompaniyalar, ro'yxatdagi kompaniyalar, ya'ni Glasswing doirasidagi kompaniyalar ishlata oladi. Fable 5 hamma uchun, lekin bu yerda juda ko'p narsalar chegaralab qo'yilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, Opus bilan solishtirib ko'ramiz. Opus 48 da masalan $5 bo'lsa, input ya'ni kirish bu yerda $10 bo'lyapti. Fable 5 da 10, output $50 bo'lmoqda. Fable 5 da oylik obuna yo'q. Hozirgacha Cloudda biz oylik obuna ham bor edi. Mana oyiga masalan $20 dan $20lik va hamda $200lik planlar bor. Lekin Fable 5 da faqatgina ishlatilgan tokenlar asosida hisoblanadi. Ya'ni pul to'lab keyin ishlatish mumkin bo'ladi. Endi shu yerda diqqatimiz qaratgan token degan narsaga bir ko'rib chiqamiz. Bu token, ya'ni bu AI modellariga token bu matnning kichik bo'lagi. O'rtacha hisobda bitta token 0.75 so'zni tashkil qiladi. Bu degani masalan 1 million token degani taxminan 10 ta o'rtacha hajmdagi kitob bo'lishi mumkin yoki 2,5 mingdan 3 ming sahifadagi matn bo'lishi mumkin. 75 mingdan 110 ming qator dastur kodi bo'lishi mumkin. Ya'ni biz shu narsalarga e'tibor berib qo'yishimiz kerak, chunki bu hammasi pullik. Hozir ishlatayotganlarni aytish bo'yicha haqiqatda qimmatligi bor. Bu narsani hisob-kitob joyiga qo'yishimizga to'g'ri keladi bu modeldan foydalanayotganda. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Cloud Mitos Anthropicning eng kuchli modeli, kiberxavfsizlik, biologiya tadqiqotlari va sog'liqni saqlash sohalarida eng zamonaviy darajada ishlaydigan model.
Kuchli texnologiya katta mas'uliyat talab qiladi. Model noto'g'ri ishlatilishi mumkinligi xavotiri mavjud. Ya'ni bu zaiflikni topgandan keyin xuddi shu zaiflik orqali noto'g'ri ishlarni bajarish ham mumkin bo'lib qoladi. Muhim sohalarda qo'llanilishi kelajakda sog'liqni saqlash, energetika, aloqa va boshqa muhim infratuzilmalarda xavfsizlikni oshirish uchun shunday modellar ishlatilishi kutilmoqda. Undan keyin shunga o'xshash modellar paydo bo'ladi. Ya'ni bu 6-18 oy ichida shu darajadagi modellar boshqa sun'iy intellekt kompaniyalari tomonidan chiqarilishi mumkinligi aytilyapti. Cloud Mythos bu oddiy foydalanuvchilar uchun yangi chatbot emas. Bu juda ham jiddiy vazifalarni bajaradigan kuchli model hisoblanadi. Ya'ni siz oddiy foydalanuvchi uchun agar sizni ish doirangiz oddiy chatga asoslangan, oddiy vazifalar bo'ladigan bo'lsa, arzon yoki bepul versiyalarni ishlatishingiz mumkin. Lekin sizni ishingizda juda ham katta proyektlar, katta bir vazifalarni bajarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta o'sha Fable 5 varianti ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Demakki, bu qisqacha Mythos to'g'risidagi tanishtiruv. Agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, izohlarga yozib o'ting. Bu video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.